psixman demas ekanda. O'zini juda ham bir buyuk shaxs sifatida ko'rish, odamlardan ajralib qoldi, ovozlari eshityapti yoki yo'q narsalarni ko'rish boshlandi. Hech bir klinikaga qolmadi, borib murojaat qilmagan. Psixiatrga borish qanaqadir uyatli bir narsa hisoblanadi. Spid kasalligini juda yomon deb o'ylashadi. Spid bo'lib qopti degan narsani og'ir bitta yuk deya olishadi. Psixiatrga borish u rostdan ham jinni bo'lib qoldi, hech narsani tushunmaydi. Butun karyerasi, butun oilasini sha'ni o'sha bilan krest qo'yildi degan gapda. Hozirgi holatim bu depressiya ekan. Stress bu normal holat. Sizning kayfiyatingiz yomon bo'lishi kerak. Bu deyarli har kuni bo'lishi kerak. Hammaga salom, bu Medicast, meditsina olamidagi podkast. Maqsadimiz meditsina olamida nimalar bo'lyapti? Meditsina olamidagi savodxonligimizni oshirib, xalqimiz uchun manfaatli bir podkast uyushtiryapmiz. Bugungi mehmonimiz Bahodir aka. Assalomu alaykum Bahodir aka. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Taklifimizni qabul qilib, vaqt ajratib kelganingizga rahmat. Avvalo taklif uchun rahmat. Xursand bo'ldik. Men Bahodir Shukurov, shifokorman, psixiatr shifokori. Bugungi faoliyatim Toshkent tibbiyot akademiyasi psixiatriya va narkologiya kafedrasi assistenti va o'sha Toshkent shahrida bir necha filiallarga ega bo'lgan, aynan ruhiy kasalliklar va narkologik muammolar bilan shug'ullanadigan Mental Med Service klinikasining direktoriman. Tanishganimizdan xursandmiz. Meni ismim Muhammad Ali. Meniki Nodir. Tanishganimdan xursandman. Biz sizga endi shu mavzu bo'yicha o'zimizni qiziqtirgan savollar berib turamiz. Sizdan soddagina, oddiy odam tushunadigan qilib iloji boricha javob bersangiz, shu ilmiy javob bersangiz, ertaga ko'rgan odam shu savolda kimdir paydo bo'lsa, o'zi shu videoni ko'rganda javob topa oladigan savolga javob bo'lsa, juda xursand bo'lardik. Savollarni sekin boshlasak. Endi bizada ilmiy deymiz, masalan Instagramda ko'ramiz, meditsinada doktorlar yo'nalishlar olib borishadi. 3 xil yo'nalish bor-da. Bittasi akademik yo'nalish. Talabalarga, aynan shu sohaning ichidagi odamlarga qiziq bo'lgan kontent qilishadi-da. Keyingisi bu tahliliy. Akademik bo'lgan qiyin mavzularni tahlil qilib berishadi. O'zi nima bu, xalqimiz qanaqa tushunish kerak o'zi aslida buni degan tushunib. Uchinchisi u tanqidiy. Ya'ni o'sha tahlil qilingan narsalarni ba'zisi noto'g'ri faktga asoslanmagan tahlillar ham bo'ladi-da. O'sha narsani tanqid qilib chiqadigan kontent ham bor. Iloji boricha shu bizning kontentimizda tahlil, tanqidga yo'naltirsa, menimcha odamlarga tushunarliroq bo'ladi. Shunga savollarimiz umumiy bo'lishi mumkin. Xalqdan tushgan og'riqlar. Birinchi savol. Bo'ldi. Birinchi bo'limimizda bu endi baribir shu sohangizni o'zi nimaligini bilib olishimiz kerak. Psixiatr kim o'zi? Qanaqa yo'nalish u? Psixiatriya yo'nalishi bu juda ham katta tibbiyotda bir yo'nalish hisoblanadi. Ko'pchilik tushunishi bo'yicha psixiatr qachonki odam o'sha aqldan ozib qolsa, hech narsani tushunmaydigan holatga kelib qolsa, murojaat qilish kerak bo'lgan shaxs sifatida ko'riladi. Lekin haqiqatda bu psixiatrga juda ko'p odamlar murojaat qilishi kerak. Ayniqsa bugungi biz jamiyatimizda biz realiyadan kelib chiqadigan bo'lsak, bu oddiy o'sha xavotirli buzilishlardan tortib psixozlargacha bo'lgan turli xil muammolarni diagnostika qiladigan, davolaydigan, kerak bo'lsa profilaktikasi bilan shug'ullanadigan mutaxassis hisoblanadi. Bahodir aka, bunaqa narsa bor-da. Oddiy odam hech qachon o'zini kasal demaydi. Qachon o'zi sezadi? Psixika bo'yicha menimcha muammo. Kasal odam ham kasalman demaydi. Eshitishimiz bo'yicha psixman demas ekanda. Yo'q, psixman deyish emas. Bizda o'zi umuman ruhiy kasalliklarni shifokorga yetib kelishi kerakli mutaxassisga juda ham kech bo'ladi, afsuski, ko'p holatlarda. Hamma ishlar qilinadi, hamma tadbirlar amalga oshadi. Birinchi bemorni o'zi hech qachon kelishi qiyin. Endi hozirgi yosh avlod, o'sib kelayotgan avlod, o'sha 18-19 yosh yigit-qizlar qanaqadir savollari bo'lsa psixiatrga kelishi mumkin. Lekin bemor bo'ladigan bo'lsa, rostdan ham buni yetib kelishi uchun
asosiy rolni o'sha yaqinlari o'ynaydi. Qarindosh urug'lar, do'stlari. Masalan, bemorda xavotir bor. Har qanaqa shifokorga bordi. Umuman, masalan, Toshkent shahrini oladigan bo'lsak, hech bir klinikaga qolmadi, borib murojaat qilmagan. Turli xil simptomlar yuzaga kelyapti. Masalan, to'satdan yurak o'ynab ketib qoladi, o'lib qolishdan qo'rqish, xavotirlar, Vahima. Juda anaqa ko'pchilikda bo'lib ketdi vahima deb. Odamlarni orasiga qo'shila olmaydi. Yoki odamlardan ajralib qoldi. Turli xil ovozlar eshityapti yoki yo'q narsalarni ko'rish boshlandi. Yoki Uyqusizlik, menimcha. uyqusizlik eng katta simptomlardan bittasi yoki haqiqatga to'g'ri kelmaydigan gaplar. Masalan, o'zini juda ham bir buyuk shaxs sifatida ko'rish yoki qanaqadir meni orqamdan qidirib yurishibdi. Vahimali, Vasvas deydimi? Vasvas bo'ladigan bo'lsa, bu paytda bemor o'zi kritik qarab o'zini holatiga kelishi juda ham muammo. O'shaning uchun asosiy urg'u bu yerda rol o'ynaydigan odamlar o'sha yaqinlari, do'stlari, oilasi. Shifokorlar. Chunki har bitta doktorga borib ko'rdi, o'sha tekshirilmagan a'zolar qolmadi, yurak mumkin bo'lgan har qanday tekshirishdan o'tdi. Masalan, MRT, bosh miyani MSKT, EEG hamma narsa qilindi, lekin organik sababini topisha olmayapti. O'shandan keyin jo'natishi mumkin, psixiatrga ham olib borib ko'ringlar. O'zi bizda azaldan shunaqa shekil, psixiatrga borish qanaqadir uyatli bir narsa hisoblanadi. Masalan, menda ham bo'lgan tajribada uyda agar qaysidir qarindoshimiz yoki kimdir psixiatrga bordi degan gap eshitsak, sal noqulay bo'lardi-da. Sal g'alati fikrlar kelardi. Shunaqa narsa qolganlardan menimcha o'sha odamdan. Shunaqa joylari bo'lgan. Endi hozir yoshlik paytda edi. Hozir endi ancha bu narsalarni o'rganib, ko'rib, shundiki bu juda foydali narsa. Kerak, ayniqsa o'zi asli kasallikni birinchi anaqasi miyadan boshlanadi-da o'zi. Odam o'ziga qanaqa singdirsa, qanaqa qabul qilsa, o'shandan kelib chiqib kasallik o'zi kasallam 80% odam o'zini anaqasidan deyshadi-da. Mirazrение. Shu kasal menda bor deb o'ylasa, haqiqatan o'sha kasal keladi degan joylar bor-da. Biz endi shunaqa singdirish o'ziga. O'ziga singdirish. O'shanaqa narsa bo'lishi, to есть psixiatrga kelmasligining asli sababi menimcha birinchi men o'ylashim uyalish bo'lsa kerak deb o'ylayman. Chunki hamma ham kelib bittadan dardini aytolmaydi, muammosini aytolmaydi ko'pchilik. Shunga emasmikin, nima deb o'ylaysiz? Bu kasallik o'zi jamiyat oldida uyatli kasal. Uyatli kasal hisoblanadi. Spid kasalligini juda yomon deb o'ylashadi. Spid bo'lib qopti degan narsani og'ir bitta yuk deya olishadi. Lekin u boshqa yo'l bilan ham bo'lishi mumkin. Kontrol qilib tursa bo'lar ekan spidni. Me'yorida ushlab tursa, unaqa zararli emas, boshqalarga xavfi yo'q degan joylari bor ekan. Shunaqa terapiyasi ichib ma'lumotlar bor. Bu soha ham sal qiyinroq deydimi, bilmadim. Stigmatizatsiya degan narsa bor. Ya'ni ruhiy kasalliklarni jamiyatdan ajratib qo'yish. Odamlarni ajratib qo'yish, ulardan qo'rqish, noto'g'ri tushunchalar. Aytganimdek, bizani tasavvurda, odamlarning tasavvurida o'sha ruhiy kasallik bilan shug'ullanadigan psixiatrga borish, u rostdan ham jinni bo'lib qoldi, hech narsani tushunmaydi. Butun karyerasi, butun oilasini sha'ni o'sha bilan krest qo'yildi degan gapda. Bu o'sha psixologik nuqsonli deylik. U narsa o'zi tabiiy jarayonmi yo nimadir omil sabab bo'ladi yoki gendan o'tadimi, ota-onadan yoki kimdir avlodda ruhiy bo'lgan kasalliklarmi? Shunga o'xshagan vahima, ruhiy kasalliklar gendan o'tishi mumkinmi? Misol uchun kimdir qarindosh urug'da shu narsa bilan kasal bo'lgan bo'lsa, farzandiga yoki nevara-pevaraga o'tish ehtimoli bormi? Yo'q, masalan, genetik yoki xromosomal kasalliklar bo'lsa, bu aniq qaysidir genda, bitta aniq genda bo'ladi. O'shani farzandiga o'tishi bu kasallikning kelib chiqishiga sababchi bo'ladi-da. Ruhiy kasalliklar unaqa emas. Ruhiy kasalliklar ko'p holatlarda kelib chiqishi ko'p faktorli genlarga bog'liq. Bu bir nechta genlar to'plami bo'lishi mumkin. O'sha genlar to'plami ko'p yoki kamligiga qarab, sizga ta'sir qiladigan tashqi omillar, stress faktorlar bor. Stress, bu o'sha boshingizdan o'tkazishingiz mumkin bo'lgan qanaqadir falokat, og'ir vaziyat, yaqin odamni yo'qotishi, bankrot bo'lish,
xiyonat bo'lishi mumkin ayollarda yoki zo'rlik ishlatilishi, konfliktlar, har xil harbiy konfliktlar paytiga tushib qolish, bu o'sha organizmni himoya sistemasini nima deydi, himoya qilib bera olmaydida. Genlarda aktivligi oshib ketadi ko'p holatlarda. O'shaning uchun yuzaga kelishi mumkin. Bu sizda ham, menda ham bo'lishi mumkin. Bundan hech kim himoyalanmagan. Ya'ni u gen bor, lekin o'sib ketishi mumkin. Bu ayrim kasalliklarda shunaqada. Nimadir sabab bo'ladiki, u narsani keyin genlar bor. knopkasiga yo'q boriladi. Shunaqa. Puskovoy mexanizm ishlaydi, yuzaga keladi. Tushundim. Xo'p, O'zi narkoman bilan psixikada muammosi bor odamni o'rtasida o'zi nima farq bor? Ruhiy kasallik bu aytganimdek o'sha oddiy xavotirli buzilishlar bo'lishi mumkin, shizofreniya bo'lishi mumkin, bipolyar buzilishlar, depressiya bo'lishi mumkin. Narkomaniya bu o'sha narkotik moddalarni iste'mol qilish oqibatida. Bu savolni nimaga berdim? O'zim o'sha doktorlar bilan gaplashganimizda ular psixdispanserda yotishar ekanda, narkologiyada emas, narkomanlar. Bu diagnozdan qochish bo'lishi mumkin. Narkologik diagnozdan yoki ikkinchi masalasi bugungi kundagi o'sha iste'mol qilinayotgan narkotiklar hattoki birinchi iste'moldan keyin ham orqaga qaytmaydigan ruhiy buzilishlarga olib keladi-da. O'shandan keyin masalan Psixikaga sira ta'sir qiladi. Psixikaga birdan ta'sir qiladi. Hatto birinchi iste'molni o'zida ruhiy kasalliklar shifoxonasining doimiy mijoziga aylanib qolish xavfi bor-da. Ya'ni diagnozdan qochish deganda narkoman ekan degan gap tarqamasligi uchunmi bu yo bo'lishi mumkin. Boshqa sababmi yoki? Bo'lishi mumkin. Men o'zimda unaqa shaxsan tajribamda bo'lmagan. Narkologiyaga yotgan odam yoki davolangan odam bilamanki, shu spiskaga tushadi. Yo'q, unaqa emas. Ani ro'yxatga olinadi, uchot deyiladi-yu, uchotga olinadi. Agar o'zi xohlab boradigan bo'lsa, hech kim hisobga olmaydi. Birinchi, ikkinchi murojaatlari agar o'zi xohlab davolansa ham ro'yxatda turmaydi. Yo'q. Yo'q. O'zi xohlab boradi, anonimli murojaat qiladi o'sha narkologik dispanserlar, narkologik shifoxonalarga. O'sha holatda ro'yxatga olinmaydi. Qachon ro'yxatga olinadi? Bemorda o'zida xohish yo'q davolanishga. Majburiy. Hamma joyni o'sha muammolar bilan to'ldirib tashladi. Uydagilarida boshqa iloji yo'q. O'sha sud orqali majburiy davolatishga jo'natishdan boshqa. Tushunarli. O'sha holatda unda ro'yxatga olinadi. Tushunarli. Xo'p, kunlik ish jarayonida, hayot davomida odamda mayda-mayda stresslar bo'lib turadi. Lekin odam bilmay qolar ekan depressiyaga tushib qolganini. Ya'ni stress orqasidan depressiyaga tushib qolish degan narsa. Xo'p, u qanaqa bajarish mumkin? Masalan, hozirgi holatim, ko'rayotgan odamlarimiz masalan, hozirgi holatim bu depressiya ekan deb tushunishi uchun. Ya'ni bu oddiy stress emas, bundan chiqishga boshqacha yo'l qilish kerak degan fikrga borishi uchun depressiyadagi odam o'zi qanaqa bo'ladi? Stressdagi odam qanaqa hissiyot his qiladi? Xo'p, qarang. Stress bu normal holat. Siz bilan bizni moslashuvchanligimizni yaxshilash uchun yo'naltirilgan mexanizmda. Masalan, siz stressli vaziyatga tushdingiz, qanaqadir qiyin vaziyatga, o'shandan chiqib ketish uchun harakat qilasiz. To'g'rimi? Depressiya nima? Depressiya diagnozi qo'yish uchun sizning kayfiyatingiz yomon bo'lishi kerak. Bu tushkun kayfiyat, раздражительность bo'lishi kerak. Salbiy jahlingiz chiqib ketib qoladigan, yig'loq bo'lib qolishi mumkin masalan. Bu birinchi belgisi. Ikkinchisi da o'sha tushkun kayfiyat kunda yarmidan ko'p bo'lgan muddatda bo'lishi kerak. Masalan, ertalab 5 minut nimagadir jahlingiz chiqdi-da, u bilan o'tib ketadigan bo'lsa, bu depressiya emas-da. U kunda yarmida saqlanib qolish kerak, yarmidan ko'p bo'lgan vaqtida. Masalan, 12 soat bo'ladigan bo'lsa, o'shaning 7 soatini olaylik, kayfiyatingiz yomon bo'lib yurishi kerak. Bu deyarli har kuni bo'lishi kerak. Kamida 2 hafta davom etishi kerak. O'shanda depressiya deyishimiz mumkin. Depressiyada boshqa simptomlari ham bor. Ya'ni sizni mana shu podkast olish siz uchun qiziq, to'g'rimi? O'sha podkast olishga qiziqishingiz yo'qolishi mumkin. O'zingiz yaxshi ko'rgan ishingizni qilmay qo'yasiz. Jamiyatdagi o'zingiz funksiyangizni bajarmaysiz. Ijtimoiy moslashuvchanlik yo'qoladi. Bu birinchisi. Uyqu buzilishi mumkin. Undan keyingisi ovqatlanishi buzilishi.
yo ko'p ovqatlanasiz yoki umuman Ishtaha ovqatlanmay qo'yasiz. Ha, Yoki vesda o'zgarish bo'ladi. Vazn oshib ketadi yoki kamayib ketadi. Ha. Bu holat depressiya deb diagnoz qo'yiladi. Bugungi kunda masalan yoshlar orasida asosan ozgincha muammo bor. Bir kun, ikki kunda hal bo'ladigan. O'sha vaqt ichida bir kun, ikki kunda kayfiyati yomon, dumkaga tushib qoldi-yu, o'shani qo'yib beradida, ana modniy so'z bor, "Hansa men depressiyaga tushib qoldim." Bu depressiya emas. Pokoleniya Zman deydi-da, bahonasi. Xo'p, yana bitta hozir gapingizdan kelib chiqib bitta tendensiya chiqib o'tdi Instagramda. Stressga tushgan ayol ko'proq ovqat yeyishni boshlaydi. Sen do'mboq bo'lsang, demak sen stressdasan deydi. Ozib ketgan odam, demak sen baxtlisan degan narsa chiqdi bir Instagramda. Endi sizlar ko'rganmisizlar yo'qmi? Islomiymi? Mana tendensiya chiqdi. Hamma er-xotinlar bir-biriga tarqatishni boshladi. O'sha gap qanchalik to'g'ri? Ya'ni aynan ayol kishida stressga tushsa, aynan o'sha jins vakili polniy ovqat ishtahalari yaxshi bo'lib ketadimi? Yo'q, unaqa narsa yo'q. Stressdan Qancha u shu PR uchun qilingan narsa bo'lsa kerak. Ayollar anaqasidan Kimdir video olgan, Tasma o'shani o'tirib jo'natib olgan, virus tarqalib ketgan narsa-da. prosmotr uchun qilingan narsa bo'lsa kerak. Men ham eshitmaganman u narsani. Depressiyadan chiqish uchun nima maslahat berasiz? Depressiyaga tushgan odamlarga nima qilish kerak? Doktorga borish kerakmi yoki uyda qanaqadir muolaja bilan bu narsani davolasa bo'ladimi? Yo'q, bu narsani hech qachon samolecheniya bilan shug'ullanish kerak emas. Agar bunaqa bo'lmasin, hattoki menda depressiya rivojlanadigan bo'lsa, men o'zimni diagnoz qo'yib davolashga kuchim yetmaydi. Chunki bu umuman bemorda tanqid yo'qoladi-da. Tanqid yo'qolgandan keyin bu nima bo'ladi? Hech narsa qizig'i yo'q. U kayfiyat qanaqa kiyinyapti, qanaqa ovqatlanyapti, uyqusi yaxshimi, yomonmi, bu narsani qizig'i yo'q. Unaqa paytda o'sha yaqinlari yoki bemor o'zi inisiativa bildirish kerak, yo yaqinlari kuzatgan holatda shifokorga borish kerak. Depressiyada bo'lgan odam o'zi ham shifokorga boraman demaydi. O'shaning uchun Shifokorni anaqaga olmaydi, hisobga ham olmaydi. eng Uni katta kimdir ahamiyat beradigan odamlar o'sha yaqinlarida. yaqinlari Birinchi borish kerak diagnostika bo'ladi. yaqinlari tomonidan o'tkazilishi kerak. Kerak bo'lsa majburlab olib borish kerak-da. Chunki har bir kun davolanmagan uni orqasidan uyqu buzilishi masalan, uyqu asosan organizmni восстановленияsiga javob beradigan proses hisoblanadi, to'g'rimi? To'g'ri. Uyqu buzildi. Miyada depressiyani buzilishiga xos bo'lgan o'sha neyromediatorlar molekulyar darajadagi siz bilan men oddiy MRT tekshiruvida yoki boshqa tekshiruvlarda ko'rmaydigan jarayon ketyapti. Ha, shuni. U zudlik bilan davolanish kerak. Depressiya keyin nimaga olib keladi? Oxiri bormi depressiyani? Qaysidir momenti keladi-da, taq to'xtaydi. Qaysidir kasallik olib keladimi? Yoki o'sha aytayotganingizdek psix bo'lib qoladimi masalan? Depressiya o'zi juda ham og'ir ruhiy kasallik. Undan og'irroq, mana misol uchun shifokorga bormasdan, ko'rinmasdan yuraversa shu holatida, o'ziga ma'qul bo'lsa shu holati, balkim shunaqa odamlar borki, shu holati o'ziga yoqib qolishi ham mumkin. Unaqa bo'lishi juda ham qiyin. Bitta o'zi yashaydigan odam, mana masalanda taxmin qilaylik, bitta odam bitta o'zi yashaydi. Uyda hech kimi yo'q. Ishga boradi, keladi, uxlaydigan odamni hisobga olsak, u odam shu holatda siz aytgan holatda bo'lsa, hech kimga ko'rinmasdan uzoq muddat yursa, nima holatga keladi oxiri? Ko'pincha musofirdagi odamlarimiz. Musofirda juda ko'p, menimcha, vaziyat og'irligidan shunaqa holatga tushib qoladiganlar juda ko'p. Depressiya bo'lsa, agar mana misol olaylik, siz ishlashingiz kerak, oilangizni boqishingiz kerak, o'zingizni jamiyat oldida, oila oldida, yaqinlaringiz oldida majburiyatlaringiz bor. Kayfiyatingiz qanaqadir muammoli vaziyatlar bo'ldi. Bundan ahamiyati yo'q, siz ishga borishingiz kerak, pul topishingiz kerak, to'g'rimi? Oilangizga g'amxo'rlik qilishingiz kerak. Depressiyaga tushgan odam o'sha ishni yig'ishtiradi. Uni ham qilmaydi. Yo'q. Yo'q. Agar rostdan depressiya bo'ladigan bo'lsa. Aytdingiz-ku, endi shu o'zi yoqtirib qilib yurgan ishini qilmay qo'yadi dedingiz-ku. Bu ijtimoiy moslashuvchanlik yo'qoladi-da. Anaqa bo'lib qoladi. Uydan chiqmaydigan odam bo'lib qoladi. Kundalik hayotiga nima qilish kerak-da? Ta'sir qilish kerak. Masalan, bitta misol, oddiy odam kimdir hammada bo'lishi mumkin, yaqin insonni yo'qotdi. Masalan, ayoli olamdan o'tdi, turmush o'rtog'i olamdan o'tdi, nimadir bo'ldi-da. Kayfiyat tushadi. Qanaqadir bunga reaksiya bo'ladi, to'g'rimi?
Tabiiy. Lekin uni o'zini majburiyatlari bor. Masalan, er o'ldi, Aha. oilani g'amxo'rligini o'sha ayol qilishi kerak, iloji yo'q. Borish kerak, ishlash kerak. Oilada o'tkazilishi kerak bo'lgan har xil rasm-rusumlar bor. Mas'uliyat sezish kerak. Bizda, to'g'rimi? O'shalarni o'tkazadi. Undan keyin 3 kundan keyin, 4 kundan keyin ishiga chiqadi. Bu depressiya emas, bu o'sha go'riga bo'lgan reaksiya. Kayfiyati tushishi boshqa. Buni depressiya bilan aralashtirish kerak emas-da. Tushunarli. Xo'p, odamlar bo'ladi-yu, menda ham bo'ladi bu narsa. Rulda bo'lganimda yo nimadir bo'lganda doim qayergadir shoshaman. Bu o'sha stressga yoki depressiyaga yoki shu psixologik qanaqadir muammoga anaqami bu, simptommi bu? Shoshish, doim shoshish tuyg'usi. Kech qolaman, ulgurmayman, qolib ketaman. Lekin yarim soat hali vaqtingiz bor. Yetib Vohmani bir turish shekilli bu ham. Bu bo'lishi mumkin juda ham javobgarlikni yuqoriligi. Qaraysiz vaqt ketdim. Javobgarlikni yuqoriligi bo'lishi mumkin. Yaxshi tomoni ham bor ekan. Bu yaxshi tomon emas, endi bu insonning o'ziga xosligida. Masalan, bo'lishi mumkin, bu yoqda ishi boshdan oshib yotibdi, lekin dunyoni suv bosib o'rdakkan ekan deydi. O'sha odam shoshadi-yu, shoshgan payt qanaqadir ma'noda tonusda bo'ladi-da. Qanaqadir ma'noda stress bo'ladi tonusda bo'lganda. Zararli tomoni bo'ladimi yuragiga, masalan, bu narsa yoki shu fikrlashiga nisbatanmi? Qarang, stress bizni ijtimoiy moslashuvchanligimizni, hayotda yashashga bo'lgan intilishimizni, o'sha yomon, qiyin vaziyatdan chiqib ketishga yo'l qidirishimizni belgilab beradigan faktordir degan. Agar u doim davom etadigan bo'lsa, bo'lishi mumkin qanaqadir ruhiy kasalliklarga olib kelishi. Bu depressiya bo'lishi mumkin, xavotirli buzilishlar bo'lishi mumkin. Agar bu uzoq davom etadigan bo'lsa va distress bo'ladigan bo'lsa, ya'ni sizni kundalik hayotingizda buzish. Kayfiyat tez o'zgarishi, ya'ni bipolyar buzilishlar, kasalliklar bor-ku. Undan qanaqa qilib chiqib ketish mumkin? Uni endi masalan, hozir o'sha narsaga qiziqqanda Van Gogh, Isaac Newton ham shu anaqa qiynagan ekan ularni. Bizada bu narsa bor, xo'jalar deyshadi. Obedgacha bitta kayfiyat, obeddan keyin boshqacha bo'lib qoladi bu deb gapirishadi bizada. Yo'q, unaqa emas. U kasallik emas, undan chiqib ketish, masalan, buzilish. Bipolyar buzilish bo'lishi uchun, ya'ni kayfiyatni bitta qutbdan plyusdan minusga o'zgarishi. Tez emas. Bu ma'lum vaqt ketadi. Masalan, kayfiyati juda yuqori o'sha maniakal faza bo'ladi va depressiv faza bo'ladi-da. Maniakal fazada kayfiyat juda yuqori. Bu hech qanaqa adekvat bu narsaga javob topa olmaysiz-da. Masalan, qanaqadir muammolari bor, u kayfiyati juda yuqori. Nega? Bu kasallik. Yuqori bo'lsa ham. O'sha maniakal bosqichda bo'ladigan bo'lsa, kayfiyat o'ta yuqori. Bu hech qanday kriteriyaga to'g'ri kelmaydi vaziyatga. Keyin nima bo'ladi? U yoqda turli xil, masalan, boshqa simptomlari, uyquga ehtiyojli kamayib ketishi. U sutkalab uxlamasligi mumkin, 2-3 sutka uxlamasligi mumkin yoki kunda 1 soat uxlaydi, yaxshi yuraveradi. Lekin yaxshi yuraveradi. Bu narsaga ehtiyoj sezmaydi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, o'sha har xil shubhali bo'lgan, nima deydi, svязlar paydo bo'lishi mumkin atrofida. Bu kriminal yoki betartib jinsiy hayotni boshlab qo'yishi mumkin yoki o'ziga juda ham katta risklarni olishi mumkin, moliyaviy. O'zini yig'ib qo'ygan pullarini ishlatib yuborishi, bankdan kreditlar olish, yana nima desa bo'ladi? Kimdandir qarz olish, qanaqadir yangi bizneslar boshlash, ideyalar kelaveradi-da. Odatda gapirmaydigan odam juda ham ko'p gapiradigan bo'lib qoladi. Bu og'zini yopa olmaysiz-da, qo'pol aytganda. Ketadi, gapiradi. Eng qizig'i o'sha bitta fikrdan boshlangan fikr oxiriga yetmasligi mumkin-da. Boshqasiga o'tib ketadi. O'tib ketib qoladi. Fikrlar juda ham ko'p o'sha oxirigacha yetmaydi, bitta fikrni boshladi. Keladi masalan, Nodir yaxshimisan? Oxirgi siz bilan so'rashib bo'lmaydi-da. Javobini ham kerak emas. Javobi umuman eshitish ham kerak emas, bu kishi o'tib ketib qoladi.
Men shunaqa odam ko'rganman tajribamda o'zi. Qo'shnim ham bor, lekin u juda og'ir stadiyasida bo'lsa kerak. Gaplarni ham tushunmaysiz-da. Gapirayotgandek bo'ladi. Gapiradi, o'tib ketadi. Gapiradi, o'tib ketadi. Bu o'sha holatdagi bu maniakal faza hisoblanadi. Undan keyin bu ma'lum muddatdan keyin depressiv fazaga o'tadi. Depressiv fazani aytdim, o'sha 2 haftadan uzoq davom etish kerak, kayfiyat yomonligi, kunda yarmidan ko'p bo'lgan vaqt egallashi kerak, deyarli har kun bo'lishi kerak, uyqu buzilishi, o'sha ovqatga nisbatan ishtaha yoki oshib ketish yoki kamayib ketish degan narsalar depressiyaning belgilari bo'lgan holatda bu o'sha bipolyar buzilish deyiladi va uni albatta davolash kerak. Bu davolash kayfiyatni stabilizatorlari deydi. O'sha preparatlar bilan davolanadimi? Yo'q, qanaqadir preparatlar, neyroleptiklar, o'sha kayfiyat stabilizatorlari. shu preparatlarga keyin зависимость bo'ladimi? O'zbekchasi nimani? Yo'q. Ichsangiz, o'sha narsani ichmasangiz, keyin yana shu holatingizga qaytib keladigan joylari bormi? Yo'q, qarang, mana bunaqa narsada sizda зависимость rivojlanishi uchun, ya'ni qaramlik rivojlanishi uchun o'sha dorini ichgan paytingizda effektni birdan bilishingiz kerak-da. Dorini ichdingiz, sizda kayfiyatingiz yo'q, kayfiyat birdaniga paydo bo'ldi. Uni kuchingiz yo'q, har kuni ishdan charchab yuribsiz-da, bitta ichdingiz kuch yuzaga keladi. Как будто miya zo'r ishlab ketib qoladi, ideyalar keladi. Bor shunaqa dorilar. O'shanaqa holatda qaramlik rivojlanadi. Bizani dorilar antidepressantlarning ishlashini tekshirish uchun masalan kamida 2 hafta kerak. Uni antidepressiv rostdan ham ishlayaptimi, yo'qmi degan savolga javob olishingiz uchun 4 haftadan 6 haftagacha kutishingiz kerak-da. Yoki neyroleptiklar. Neyroleptiklar nabrot tinchlantirib qo'yadi. Ozgincha o'sha fikrlaringizni tartibga soladi, uyqungizni yaxshilab beradi. Bunga hech qachon o'rganib qolish degan narsa bo'lmaydi. O'rganib qolish mumkin bo'lgan dorilar, o'sha benzodiazepin, bu gruppalarimiz bor. Ularni juda qattiq nazorat ostida qisqa muddatga beriladi. Uni ishlab qilishini narkomaniyaning bir turi hisoblanadimi shunda? Qaysi? O'sha benzodiazepin dedingiz, o'sha turdagi dorilarni ichgan odam narkoman hisoblanadimi? Yo'q, bu masalan kuchli xavotirlari bor. O'sha bemor qayerdandir olib turib uzoq vaqt davom etdi ichadigan bo'lsa, bunga qaramlik chaqiradi. Lekin psixiatriya praktikasida qisqa muddatga ma'lum bir maqsadlarda ishlatiladi, qisqa vaqt ishlatiladi. U qaramlik rivojlanmasdan oldin to'xtatiladi-da. To'xtatadi. Hozirgi ko'chada iste'mol qilinayotgan o'sha narkotik vositalar bu notibbiy maqsadda foydalanganligi uchun qaramlik chaqiryapti-da. Masalan, bo'lishi mumkin qaysidir ko'zi dorisi, qaysidir tutqan oldi davolaydigan, qaysidir og'riqni davolaydigan. Lekin ular o'sha muammo uchun ishlatilmayapti-yu. To'g'ri. Boshqa maqsadda. Bu notibbiy foydalanishi olib keladi qaramlikka bu dorilarni. Bizani dorilar yo'q. Juda ko'pchilik noto'g'ri fikrlar bor-da dorilar haqida. Xo'p, telefon gadjetlarni so'ramoqchi edim. Telefon gadjetlarga qaram bo'lishi qanaqa salbiy tomonlari bor degan savol bermoqchi edim. U savoldan oldin bitta aforizm o'qidim-da. Jaloliddin Rumiyning anaqalari bor edi. Farzandlaringizni o'z yo'lingizga majburlamang, chunki ular siz yashagan davr uchun emas, o'z zamoni uchun yaratilgan deyiladi. Ya'ni payt bo'ldi gazetaga juda katta potok segmentatsiya o'tib ketdi. Keyin undan keyin kitobga o'tib ketishdi. Mana endi telefon chiqdi. Baribir miyada qanaqadir informatsiya qabul qilish muhtojligi bor-da, kitobdan ko'ra telefon qulayroq. Arzon dafamiy olish. O'sha narsaga qaramli odamda psixologik yoki psixikasiga qanaqadir salbiy tarafi bormi? Siz iste'mol qilayotgan kontent juda katta ta'sir o'tkazadi. O'sha farzandlarimizga masalan to'g'ri tushuntira olmasligimiz, kitob nima uchun kerak emasligi, kerakligi, nima uchun telefondan kamroq foydalanish kerakligi to'g'ri tushuntira olmaymiz. Masalan, ishdan bordim, tasavvur qiling. Qizim keldi. Nimadir bilan gaplashmoqchi yoki ertaga o'qib bering deb so'rasa. Menga eng oson yo'l nima? Shunda cho'nchagimdan telefon chiqaraman-da, qizim ko'rib tura qolgan. Men hozir men ishimni tugatib olay deymanmi? To'g'ri. Undan keyin u qaramlik boshlanadi. O'sha diqqatni buzilishi, bitta qiladigan ishini oxirigacha yetkiza olmaydi. Oldi, short videolar bor. O'shani ko'rishni boshladi.
Zerikishni boshladimi, keyingisiga o'tkazadi. Zerikishni boshladimi, keyingisiga o'tkazadi. Ha, u ana SDVG bilan bog'liq bu narsa. STVga rivojlanadi-da. Ha. Uni fonida rivojlanishiga olib keladi. Ayniqsa bolalarda nutqqa chiqishi, aqliy faoliyatdan orqada qolish muammolari juda ham katta rol o'ynaydigan narsa bu telefonda. Undan iloji boricha biz kattalar ham kamroq foydalanishimiz kerak. Masalan, ko'zni ochdingiz, ertalab birinchi qiladigan ishingiz telefoningizga qarash. To'g'ri, Bahodir aka, kamroq qarash kerak, kamroq ko'rish kerak deymiz, lekin zamon rivojlanyapti. Bu narsa kirsa kirib kelyapti hayotimizga. Hamma narsamizni gadjetga almashtiryapmiz deyarli. Mana shu narsadan lekin voz kechinglar deyish qanaqadir mantiqqa zid narsa bo'lib qolmaydimi? Endi bu voz kechish deyilmaydi-yu, menimcha kamroq me'yorida ishlatish kerak. Me'yorida foydali narsa uchun. Ha, talab bo'ladi. Foydali narsa uchun ishlatsangiz, bu juda ham yaxshi narsa. Oldingiz o'ziga kerakli narsani internetdan qidirib topdingiz. Nimasi yomon? Foydali narsani. Soatlab vaqtingizni agar shuni orqasidan o'tkazadigan bo'lsangiz, buni har tomoni zarari va tanganing ikki tomoni bor deydi-yu. Foydasi bo'ladi-da. Shunga qarab bo'lsa kerak-da. Men bu gapga 100% qo'shilaman. Yaxshi tomonini, ya'ni olib turib, yaxshiligiga ishlatish kerak deymiz. No, baribir hamma bor joyda qora bozor bo'ladi. Qora narsalarga qiziqamiz, boshqa qiziqishadi bolalar. Bitta aka bilan gaplashganimda ular tushuntiryaptilarki, agar bola o'sha kerak emas narsaga me'dasini to'ldirib olsa, yaxshi narsani ta'mini tushunganda yaxshiligini tushunib keyin unga boradi deydi. Ya'ni yomon narsani ham ko'rsin, yaxshisini ham ko'rsin. Yomon narsaligini sen tushuntirib qo'ygin faqat degan teoriya qiladilar. Bu qanchalik to'g'ri? Yoki u narsani boshqa tomonlama bilib, yomonligini ham boshqa tomondan bilib olgani yaxshimi? Qarang, telefonni berdingiz bolaga. Unda tanqid yo'q. Unga kontent qiziqligi muhimda. Yaxshiroq bo'lsa rangli, o'sha rangli, qanaqadir o'ziga tortadigan, tez harakat, umuman ma'nosi bo'lmasligi mumkin uni yoki bolani psixikasiga zarar keltiradigan narsa bo'lishi mumkin. Siz uni bolam to'xtagin, bu mumkin emas. Bu mana bunaqa bo'ladi desangiz, to'xtashi mumkin. Uning uchun ham lekin vaqt kerak bo'ladi, tushuntirishingiz kerak. Biz o'zimiz kattalar masalan boramiz, qanaqadir podkast ko'rishingiz kerak. Uni foydasi bor. Juda ko'p ma'lumot olishingiz mumkin. Lekin Instagramga xos kiraman, ko'raman, chiqaman deb qancha qolib ketasiz? Kamida 2 soat. O'zingizda tanqidiy fikringiz bo'lib turib shuncha qolib ketadigan bo'lsangiz, bola u narsani qanaqasiga tushunadi? Menga o'sayotgan organizm hali tasavvurida yo'q narsa. U oq bilan qorani farqiga bormaydi-yu. Yo, men aytmoqchi bo'lganim bu yerda uni olib qo'yib tushuntirganimiz yaxshimi yoki-da erkinlik berib turib tushuntirganimiz yaxshimi demoqchi edim. Ya'ni cheklab turib qilgan yaxshimi bu ishni yoki-da berib turib? Menimcha buni butunlay olib qo'yish ilojisi yo'q. Chunki siz agar o'tirib gaplashib tushuntirmasangiz, shu narsaning yomonligini, cheklash kerakligini tushuntirmasangiz, u boshqa joydan ma'lumot olishga qiziqadi-da. Cheklagan sari. Qancha kontrol kuchaydigan bo'lsa, siz o'shani o'rniga o'zingizni mehringizni berishingiz kerak, foydali narsa berishingiz kerakki, bola bu bilan band bo'lsin, unga muhtojlik sezmasin. Bunga muhtojlik sezmasin. Tushundim. Bu cheklash hozir har doim pasayishga olib keladi, meni fikrim bo'yicha. Hech narsani cheklash kerak emas. Nisbiy narsa-da bu. Me'yorida nazoratda bo'lsa, menimcha yaxshi bo'ladi, menimcha. Endi faraz qiling, yillar davomida yoki oylar davomida bola ko'rib kelganda shu narsani, telefondan foydalanishni, o'sha short videolar, har xil bo'ladigan, bo'lmaydigan, Instagramdagi, TikTokdagi videolarni ko'rib kelganda, bugun keldingizda, bo'ldi, bugundan boshlab pravolalar o'zgardi. Sen telefondan foydalanmaysan. Nima ta'sir qiladi? Olasan kitob o'qiysan deydigan bo'lsangiz, juda og'ir ta'sir qilasiz. Yo'q, qiyin bo'ladi. O'shaning uchun sekin kamaytirib, tushuntirib, o'sha telefondan olib qo'ygan vaqtingizni boshqa narsaga yo'naltirishingiz kerak-da. Uncha ota-ona shug'ullanish kerak. Ota-ona shug'ullanish kerak, o'zi telefonda o'tirmasdan gaplashish kerak. Bizda qanaqa bola bilan gaplashish degan narsa yo'q, bu qabul qilinmagan-ku. To'g'ri. Aqlmi jim o'tirsin deb. Jim bo'ldi. Nima dedim senga deb qo'yasiz, bo'ldi. Xo'p. Endi mifologiya bo'yicha savolim ham bor.
kelajagiga oid endi. Kelajakda gormonlarni boshqarish mumkin bo'ladimi? Deysiz. Gormon bilan psixiatriyani hozir qanaqa aloqasi bo'lyapti? Shunaqa savol tushgan. Psixika, ya'ni psixologik yo'l bilan gormonni boshqarish, ya'ni gipnoz deymizmi? Yana nimadirlar deymizmi? Bu narsaga menda aniq javob yo'q. Men hozir noto'g'ri javob berish yoki kimnidir aldash kerak emas. Ruhiy kasalliklarda ham o'zi gormonlarga, qaysidir gormonga to'g'ridan to'g'ri bog'liqlik joyi yo'qda. Ruhiy kasal paytida u yoki bu gormon nisbatan kamayishi, ko'payishi mumkin. O'zi narkotik o'zi miyaga qanaqa ta'sir qiladi o'zi? Qanaqa qilib singib keladi insonga o'zi? Protsess bo'ladi. Singib kelishi iste'moldan keyinmi yoki iste'molgachami? Iste'molidan keyin. Iste'molgacha tushunamiz, qiziqqanda nimadandir bo'lishi mumkin. O'sha iste'molgacha bo'ladigan payt ko'pincha qarovsiz qolish, atrofdagi yomon kompaniya, o'sha betayin o'rtoqlar qiziqish iste'mol qiladi. Afsuski hozirgi zamonaviy narkotiklar, o'sha dizaynersiz narkotiklar, PAF deymiz endi, psixofaol moddalar, o'shalar iste'mol etadi. Bu miyani qo'zg'atuvchi, aktivlashtiradigan funksiyada. Ishlamaydigan joylarni ishlatadi. Oldingi klassik narkotiklar qanaqa bo'lgan? O'sha dozani olgandan keyin raslavitsa qilib, o'zgacha yotib, bo'shashib, ko'zlar qizargan holatda oqib qoladi-yu odam. O'shanaqa bo'lgan. Hozirgi narkotiklar unaqa emas-da. Hozirgi iste'mol qiladi. Farqi nimada? Shunda oldingilar bo'shashtiradigan effekti bo'lgan bo'lsa, klassik narkotiklar, bugungi kundagilar aktivlashtiradi-da. Sho'x bo'lasiz, kulasiz, aktiv bo'lasiz. Juda xushchaqchaq bo'lib. Masalan, qanaqa bo'ladi? Narkotik iste'moli iste'mol qildi. U yopiq bo'lishi mumkin, kompaniyaga qo'shila olmaydigan, o'rtoqlar bilan gaplasha olmaydigan, adasi bilan, onasi bilan yaxshi kelisha olmaydigan, ishda qanaqadir muammolar bo'lishi mumkin. Introvert. O'sha paytda iste'mol qildi, o'sha narsalar ketdi. Kompleks deymiz-ku. Komplekslar ketadi ma'lum muddatga. Dedi, o'sha butun umr qidirgan narsasini topadi-da. Hozirgi narkotiklar bitta iste'moli o'sha dopamin, boshqa neuromediatorlarni shu darajada ko'p chiqaradi. Bir oylik zapasni bitta iste'mol qiladi-da. Bugun iste'mol qildi. Birinchi marta deylik. Bugun iste'mol qildi. O'sha paytda shu darajada euforiya oladi. Siz eng yaxshi ko'rgan ishingiz nima masalan? Tasvirga olish deylik, video syomkaga. Tasvirga oldingiz. Sizni kayfiyatingiz 10 taga ko'paydi. To'g'rimi? Bu narkotik iste'mol qilgan paytda 100 taga ko'payadi-da. 100 taga ko'payish uchun 10 barobar. Balki 100 barobar bo'lishi mumkin. O'sha paytda bu 10 kunlikmi, 1 oylikmi zapasi miyadagi energiyani ishlatib bo'ldi-da. O'sha narsani miya butun umr qidiradi keyin. Shu darajada yaxshi bo'lgan o'sha holati. Boshqa narsa udivlyatsiya qilmaydi xullas odam. Butun umr qidiradi. O'sha rozовое употребление deydi birinchisini. O'shani o'zi yetadi narkoman bo'lib qolishga. O'shaning uchun o'shani aniq qilaman deb ham odam keyin ichaveradi-da. Qiziqib ko'rish uchun iste'mol qiladigan narsa emas-da. Ta'sirini bitta ko'raychi. Bugun olib bitta iste'mol qilaman. Ertaga tashlayveraman degan narsa yo'q-da. Ertaga aniq tashlamaydi-da. Shuning uchun juda katta mehnat bo'lishi kerak. Shifokorlar tomonidan, psixoterapevtlar tomonidan ishlanish kerak-da. Kim bitta anaqani eshitdim, chet elda, qaysi davlatligini bilmayman, davolash usuli. Bitta protsedurani samonaga olib kirib, qizdirib organizm. Muzda yaxlit suv bilan tushirib davolash. Shunaqa protsedura bor ekan. U narsa haqmi? O'sha narkozavisiyalarni o'shandan davolar ekan-da. Bu degani o'sha qaysidir preparatni ichgandan keyin qaysidir qanaqadir ashyo dopaminni deysizmi? U dopaminni muzday suvdan ham olsa bo'lar ekan. Tushunishim bo'yicha, o'sha muzday suv bilan o'sha dopaminni organizmga yetkazib berishar ekanda, shu bilan postepенно davolashar ekan. Shu metod qiziqchi ko'rganmisiz yo eshitganmisiz? Qarang, o'zi narkotik iste'moliga kirdi, qaramlik rivojlanib bo'ldi. Hamma sferalar o'lib bo'ldi. Ya'ni o'sha xulq-atvor buzilishlari,
oldin otasidan, onasidan, akasidan qo'rqqan bo'lsa, Ha. u narsa уже ketadimi? Hmm. Uni hozirgi o'sha narkotiklar yomon tomoni ham, oldingi narkotiklar masalan iste'mol qilgandan keyin ko'zi qizargan bo'lishi mumkin. Ignadan keyin qo'lda izlar qolib ketgan bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Oqib qoldi, boshqa bo'ldida, u sirazi ko'zga tashlanadi. Hozir qanaqa? O'zi bola bilan yaxshi gaplashilmaydi. Uni muammolar bilan qiziqmaysiz. U iste'mol qildi, yaxshi kayfiyatda yuribdi. Ishlari yaxshi, hamma muammolarni hal qilgan. Bir kun keladi, siz o'sha sezgan paytingizda kech bo'lishi mumkin-da. O'sha qaramlik butunlay rivojlanib bo'lgan. Ya'ni qachon sezasiz? O'sha uyqusi buzilgan, kayfiyati yomon yoki kayfiyati yomon bo'lib turdi-da, bitta uyga kirib chiqdi, xonasiga kayfiyati yaxshi bo'lib qoldi. Bitta ko'chaga o'rtoqlarning oldiga olib keldi, yaxshi bo'lib qoldi. Iste'moldan keyin. Yoki hech qachon otasiga, onasiga qattiq gapirmagan, o'sha ularga qattiq gapirish boshlandi, ovozi ko'tarildi. Qarzlar, Pul o'g'irlashlar, kreditlar, ko'chada huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan muammolar, har xil jinoyat olamiga kirib kelishlar boshlangandan keyin seziladi ko'p holatlarda. Undan keyin davolanish hozirgi bir nechta bosqichlari bor. Ya'ni bildi, o'sha paytida yashirmasdan, hech kimdan uyalmasdan, qo'shni nima deydi, qudam nima deydi, yoki amakilar nima deydi degan gapni yig'ishtirish kerak edi. Mutaxassisga murojaat qilish kerak. Bu detoksikatsiya o'tadi. Detoksikatsiya organizmni narkotik moddalardan, psixoaktiv moddalardan tozalanadi. O'sha uyqusi buzilgan bo'lsa, uyqusini to'g'rilaydi. Kayfiyatini yaxshilaydi. Ishtahasini ochiladi. Sal o'ziga kelgandan keyin, detoksikatsiya bosqichi tugagandan keyin reabilitatsiya bosqichi boshlanadi. Reabilitatsiyada odamga imkoniyat beriladi. Masalan, telefoningni yig'ishtirasan, internetga kirmaysan, mana bu o'zing o'rtoqlaringni ajralasan, ishingni yig'ishtirasan. O'sha iste'mol bilan bog'liq bo'lgan hamma narsa bor-ku, jamiyatdan ajratgan holatda ma'lum muddat bitta joyga olib borib qo'yib bemorni. Psixologlar, psixoterapevtlar ishlash kerak. Senga kerak emas bu narsa. Uni zararini tushuntirish kerak. O'sha boshidan boshlab nimaga u kirib keldi, nima sabab bo'ldi iste'moliga, nimaga unga yoqib qoldi degan narsani, nima yo'qotding, shuncha iste'mol qilding, nima yo'qotding. Yo'qda chunki topilgan narsa yo'qda. Yo'qotadigan narsa pul, sog'liq, ota-ona bilan munosabatlar, ishdan ayrilish, qanaqadir jinoyat olami, kreditlar, qarzlar bo'lishi mumkinmi? O'sha narsalar ko'rsatib beriladi. Bunga vaqt kerak. Bemor tushunishi kerak rostdan ham bu narsa yomonligini. Tiaga deymiz, o'sha xumor. Hozirgi narkotiklarda masalan lomka bo'lmasligi mumkin, lekin xumor juda kuchli bo'ladi-da tiaga. O'shanda qanaqa ishlaydi? Nima qilish kerak tiagani yo'qotish uchun degan ma'lumotlar beriladi. O'shandan keyin chiqariladi. U qolgani massajist, aytganingizdek sauna basseynlarda qo'shimcha qanaqadir funksiyani bajarishi mumkin. Asosiy faktor emas. Asosiy faktor emas. Undan keyin reabilitatsiyadan keyin ham ishlanadi. Bu paytda o'sha tashqariga chiqqandan keyin jamiyatga qayta qo'shilish. O'zini tutish. Sekin asta nagruska berib boriladi. Masalan, eski tanishlaring bilan muloqot qilma, telefondan mana foydalan. Oldingda qanchadir vaqt mana bunaqa pul bo'lmasin, bu deganlar. Bu muammoni davolash paytida oilasi ham juda katta ahamiyatga nima qiladi. Oila ham ishlash kerak. Oila ham kerak, o'sha psixoterapevtga borish kerak. Qanaqadir muammolarni hal qilish kerak, oilaviy muammolarni. O'zi savol qiling, farzand bordi, yaxshi bo'lib qaytib keldi, lekin o'sha muhitga qaytib tushadi. Oilada o'sha muammolar. Otasi bilan onani munosabatlari yaxshi emas. Uyda kimdir alkogol iste'mol qilishi mumkin, baqir-chaqir. O'sha vaziyatga tushadigan bo'lsa, isrif, ya'ni qaytish ehtimoli juda katta bo'ladi. Tushunarli. Xo'p, hozirgi ish paytingizda, karyeringizda bemorlar bilan bo'lgan noodatiy qanaqadir holatlar bo'lgan bo'lsa, o'rtaga bo'lisha olasiz. Noodatiy qanaqa? Odatdagidan boshqacha. Odatda o'zi oddiy odam ko'rmaydigan holatlar. Odatda sizga qanaqa holatda kelishadi?
sizni hayron qoldirgan qanaqadir holat bo'lganmi? Xo'p, Bemorlar bilan aynan. Eksklyuziv tabii. Hech kimni ko'rmagan uni. o'zi psixiatriya ishi juda qiziqda. Har bitta bemoringizni hikoyasi har xil bo'ladi. Hech kimda hech qachon ikkita bir xil hikoyani uchratmaysizda. Hammani shikoyat har xil bo'lishi mumkin. Yoki o'sha psixozda o'zini bredoviy ideyalar deymiz, ya'ni noto'g'ri fikrlari umuman hammasiniki har xil nima sodержанияsi bo'ladi-da. O'sha paytida ularni eshitasizda, hech qachon bir-biriga o'xshamaydi. Psixiatrdan zerikib qolishga vaqt bo'lmaydi-da. Hammasiniki qiziq. Hammasiniki qiziq. O'shaning uchun bizda nima keladi? O'sha psixoz holatida masalan baqir-chaqir, hech kimni tanamagan, men juda katta odamman yoki o'sha nima bilan Alloh bilan gaplashish holatlari bo'lishi mumkin uni fikrida. Yoki Tramp bilan gaplashish mumkin. Nimadir holatda keladi, davodan keyin tinchlanadi bemor. O'sha narsalar yo'qoladi. Umuman kelgandagi odam bilan ketayotgandagi odam juda farqi katta bo'ladi-da. Esimda qolgani bitta onaxonni olib kelishdi. Nima bo'lgan? Juda chuqur depressiya, o'sha ovqatlanishlarni yig'ishtirib boshqa bo'lib, suitsid bo'lgan. Suitsiddan qutqarib qolishgan, reanimatsiyaga borib, o'ziga keltirib, 1-2 kundan keyin bizga olib keldi klinikaga. Ovqatlanmaydi, gapirmaydi, savollarga umuman javob bermaydi. Yotdi, doktorlarimiz qaragan. Bir necha kun o'tyapti, klinikaga kirib kelyapman. Bitta ayol shunaqangi men bilan so'rashyapti. Men umuman tanimadim-da. Keyin qaradimda, siz shu yerda davolanyapsizmi desam, shu holingizman, bolam, yaxshi bo'lib qoldim degan narsa-da. Kelgandagi holati bilan hozirgi holatini Zo'r. Solishtira olmaysizda. Zo'r. Yoki yaqinda ham bitta bemor keldi. Yillar davomida o'sha xavotirli buzilish bo'lgan. Hamma shifokorlarga borgan, muammo hal bo'lmagan. Keyin tanishlar orqali chiqdi. Keldi xo'jayini bilan. Yosh katta xola. Bizga kelgan payt o'sha baqir-chaqir. Ketib qolma, shu yerda tur, unaqa, bunaqa, qo'rquv bo'ladi. Qanaqadir ovoz bor-da o'ziga, yarasha o'sha ovoz bilan turibdi. Gaplashdik, men aytibman, xola, yordam beramiz, xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Bizga ishoning. Yo'q, bu men bu yerda qola olmayman, chidolmayman. Sekin olib bordik, davolanish boshlandi. O'sha bemor ko'rdi, holat yaxshi bo'lganini. Undan keyin uydagilarni chaqirdi, bo'lma ketmayman dedi. 15 kun yotib ketdi, holat yaxshi bo'ldi. Hozir ambulator kelib ko'rinib turadi. O'sha konsultatsiyaga повторniga yaqinda keldi, umuman tanimaysizda. O'sha kelgandagi ayol bilan hozirgi ayol. Bu degani o'sha hayot sifati qanchalik buzilgan o'sha paytida. Bu bitta bemorning muammosi emas-da. Boshqa kasallik bo'ladigan bo'lsa nima? Bemor o'zi stradat qiladi, yaqinlariga unaqangi bo'lmasligi mumkin. To'g'rimi? To'g'ri, bo'lishi mumkin. Bizda psixiatriya narkologiyada bitta bemorga yordam bermaysizda. Butun oilani da atrofida bo'lasiz. Qiyin, juda qiyin. Juda nimasi ham atrofni o'zgartira olmasangiz, o'zini ham o'zgartira olmaysiz. Yo'q, o'sha bemorni davolasangiz, o'sha atrofdagi muammolar ham hal bo'lib ketadi ko'p holatlarda. Ha, bo'ladi. Chunki surunkali kasallik, uyda baqir-chaqir, qanaqadir har doim doktor yuribdi-da. Boshqa hamma muammolar qolib ketgan. Keldi, davolandi, muammo hal bo'ldi. Buni tuzalishining orqasidan, o'sha kasallikning orqasidan kelib chiqqan uydagi muammolar o'z-o'ziga hal bo'ladimi? Bo'ladi. Yo'q, boshqa ma'noda aytdim. Qanaqadir kasal bo'lib, lekin shu muhitga qaytadi, uy sharoitiga qaytganda, o'sha eski muhitida bo'lsa, yana u foydasi yo'q. Agar o'sha muhitga bog'liq muammo bo'lsa-da, muhitga bog'liq muammo bo'lsa, unda davosi yo'q hisoblanar ekanda, baribir. O'sha narkologiyada asosan narkologiyada ham. Narkologiyada o'shaning uchun aytamiz. Birinchi muhit yaxshilash qaror qildinglarmi? Farzandingiz davolanish paytida sizda imkoniyat bor. O'zingiz ishlang. Shunaqa. Darslarga qatnashing, psixoterapevt toping, o'zingiz ishlang, shaxs sifatida o'sing.
muammolarni hal qiladigan odam bo'ling degan narsa beriladi. Bitta odamni kasal emas ekanda bu. Shunaqa. Shunaqa deb tushunsa ham bo'ladi. Psixiatriya bu bitta bemorga o'ziga bog'liq, narkologiya bu atrofdagilariga ham bog'liq bo'lgan bitta soha desak ham to'g'ri bo'larkanda. Ruhiy narkologik kasalliklarni davolanishda shunaqa. Rezultat ko'pincha shunga bog'liqda. Tushunarli. Xo'p, o'zi siz sohangizda xalq orasida yuradigan noto'g'ri tushunchalar bormi? Juda ko'p. Anaqalarni top 5 taligini aytib bering. Top 5 taligimi? Birinchisi, masalan, ruhiy kasalliklar bu qanaqadir yovuz insonlar. Men aytganimdek, ruhiy kasalliklarga o'sha xavotirdan boshlanib psixozlargacha bo'ladigan bo'lsa, buning ichida qancha kasalliklar yotibdi-da. Bu yengildan og'ir stadiyasiga. Ha, bu bo'lishi mumkin. U bechora kasal yovuz emas, umuman hech kimga xalaqit bermaydigan qo'rqoq bo'lishi mumkin. Lekin xalq orasida ruhiy kasalliklar yovuz. Bular bilan gaplashish kerak emas, iloji bo'lsa uzoqroq tur degan narsa. Bu birinchisi. Ikkinchisi nima? Tuzalmaydi degan narsa. Bu foydasi yo'q, oborma, vaqtingni ketkazma degan narsa. To'g'ri? Kasalliklar o'zi surunkali kasallik bo'lishi mumkin yoki o'tkir kechadagi kasallik bo'lishi mumkin. O'sha boyagi misolim qandli diabet yoki arterial qon bosimini oshishi. Ular ham tuzalmaydi. Ular ham surunkali kasallik. Ularga ham dori ichib yurish kerak yoki insulinni qilib yurish kerak. Nazorat qilsa bo'ladi-da. Nazorat qilib yurish. Ushab tursa bo'ladi tanaga. Yoki bizda bo'lishi mumkin xavotirli buzilishlar, boshqalar butunlay tuzalib ketadi. Bemor umuman u kasallik bo'lganligini esdan ham chiqarib oladi-da. Vaqti kelgan paytida. Bu ikkinchisi shu, yana uchinchisi nima bo'lishi mumkin? Bizani dorilarga nisbatan. O'zingizlar savol berdinglar. Farmatsevtika. Rostdan ham foydasi bormi? Yordam beradimi? O'rganib qolmaysizlarmi? Uydagilar keladi, bu o'zi battar qilib qo'ymaydimi? To'g'ri. Unaqa bo'lmaydimi? Iloji boricha o'sha psixiatrga kelmasligini yo'lini qiladi odamlar. O'sha ana sababda qo'rquv, Men oddiy misol. uyalish. Meni yoshimdagi odam masalan. 30 yoshli odam deylik. 30 yoshli odam, oilasi bor. Ota-onasini xizmatini qilish kerak. Farzandlariga ota bo'lish kerak. Oilani ta'minlab qo'yish kerak. Ishi bor, yaxshi yuribdi. Unda vahima boshlandi. Oddiy vahima qurishlari. O'sha nimasi buzildi, nima deydi? Kundalik faoliyati buzildi. Hamma fokus o'shanga qaratiladigan bo'ldi. Buni psixiatrga olib borib davolatib holatiga qaytargan yaxshimi yoki odamlardan uyalgan holatda butun umr qiynalgan yaxshimi? Endi bir xil odamlar borki, bu psixik muammoligini ham bilmaydi-da. O'shanda shu muammo. Chunki ko'pchilikning bu haqida ma'lumoti yo'q. Buni kasal imенно psixologiyligini bilish uchun u haqida ma'lumot bo'lish kerak-da. Bo'lmagandan keyin qayerdan? Bizada tendensiya bor, o'zini shaxsiyatidan odamlarning fikrini ustun qo'yishadi-da. Ya'ni Odamlar nima deydi? odamlar nima deydi? Kasalmi, doktorga borishim shart emas deydi. O'zim davolanaman. Bu savol doriga bo'lgan qaramlik bo'ladimi, bo'lmaydimi degan savol ham aynan shu odamlardan kelib chiqadi deb o'ylayman. Chunki masalan, Oddiy dori ichmaydi-da. Qiyin og'ir dori ichadi deb tushuniladi. Bilmadim, mana tushuntirib berishda balkim qanchadir bog'liqlik bo'lgan joyi. O'sha agar solishtiradigan bo'lsa, mana bu kasallikda ham ichasiz. Bunda ichsangiz nima qilibdi degan narsani yetkazib berish kerak-da. Masalan, eng yomon kasalligimiz shizofreniya bo'ladigan bo'lsa, masalan, odamdan qo'rqadigan, hamma qo'rqadigan. Uni ham o'sha neyroleptik antipsixotik dorilar deymiz. O'shani adekvat dozada ishlaydigan antipsixotikni agar podbor qilib bera olsangiz, o'sha periodlari bo'ladi, masalan, bahorda, kuzda deymiz-da. Hamma xalq orasida ham shu gap bor. Qo'zg'algan paytda. Ozgincha mana uyqusi buzilib qoldi, dori ichib yurgan paytida gap so'zlari o'zgarishni boshladimi? Doktorga olib keldi, dozasini to'g'rilab qo'ydi. O'tdi 1 oy, 2 oydan keyin yana qaytib keldi, dozasini kamaytirib qo'ydi. O'sha bilan bemor butun umr qayta ruhiy kasalliklar shifoxonasiga tushmasligi mumkin-da. Uni siz bilmasligingiz ham mumkin. Dori ichib yurishini. Bu javobgarlik o'sha uydagilarda qoladi-da, yaqinlarda.
Keldi 20 yoshli farzandi masalan. Siz shizofreniya diagnozini qo'ydingiz. U narsani birinchi qabul qilish kerak yaqinlari. Bu kasallik bor, bundan qochib qutulib bo'lmaydi. O'sha davolangandan keyin dorilarni doktorlar aytadi. Kamida 3 yil ichishingiz kerak yoki kamida mana buncha ichishingiz kerak degan narsani aytadi. O'sha davrda ichmaydi-da. Klinikadan chiqib ketdi. 1 oydan keyin, 2 oydan keyin bo'ldi, yaxshi bo'lib qoldi-yu. Nima qilaman? Be'tiborlik yoki o'zini fikrini ustunroq qo'yish. doktorlarning fikridan ustunroq qo'yish. Bahodir aka, o'rta yosh krizisi degan narsa bor-da, o'zi nima u? Kriz srednего возраста. Подростковый Ikki возраст. подростковый kriz anaqasi bor. U hammada bo'ladi, masshtabning. U narsa qanaqadir o'sha etapda ularda qanaqadir kasallik bo'ladimi, tashqi omil ta'sirimi, yoki bu normal holatmi? Bu agar hammada bo'ladigan bo'lsa, demak bu normal holat. Da. Lekin unga qanaqa javob berish bu o'sha paytdagi ruhiyatni holatiga bog'liq-da. Bizani qadriyatimizda shunaqa narsa bor. Masalan, kasalxonada bitta tanishimiz yotibdi. U tanishimizga yaqin bo'lgan insonda bitta yomon hodisa sodir bo'ldi. Bu yerda aytiladiki, bu noxush xabarni shu kasalxonada yotgan odamga aytmanglar. Hozir davolanmoqda deyiladi. Buni plyus tarafi bor, o'zi davolanmoqda, unga kerak. Lekin u kasalxonadan chiqsa, u holatni ko'radi, biladi baribir. Kasalxonada eshitganida agar unga qanaqadir yomon ta'siri bo'lsa, doktorlari yonida. Lekin chiqqanida eshitsa, doktorlari yonida emas. Yomon holatga tushib qolishi mumkin. Qaysi biri og'irroq? Qaysi birida yo'qotish ko'proq bo'ladi. Qaysi holat yaxshi? Qadriyatlarimizni bu yerda ilmiy qo'yilganmi yoki-da ko'ngil uchunmi? Shuni so'ramoqchiman. Xo'p, uydagi muammo zato o'sha paytda ozgincha yumshagan bo'lishi mumkin-ku. U holat yumshagan, bemorning holati stabillashgan. Darrov ko'taradigan bo'lib keladigan bo'lsa, bo'ldi, tushunarli. Ya'ni o'sha qadriyatimizga sodiq qolishimiz kerak. Bo'lishi mumkin. Tushunarli. Xo'p, menda savol tugadi. Sizda bormi? Yo'q. Agar savollar tugagan bo'lsa, agar yana qanaqadir narsa qolmagan bo'lsa, men blitz savollarga o'taman. Bular qisqa savol-javoblar, savol beraman. Bitta javob. Chiqib ketsangiz bo'ladigan savollar. Xo'p. Bahodir aka, kasbingizdagi orzungiz nima? Bitta savol, bitta so'z bilan javob berish kerak. Yo'q, bemalol. O'sha fikringizni yetkazib bersangiz bo'ladi asosiysi. Xo'p, kasbimdagi orzuyim Kasbiy orzungiz deylik. o'sha ruhiy salomatlikka odamlarni yetkazishda, barcha odamlarni. Ruhiy salomatlik o'zi ta'rifi bor, masalan, bu nafaqat ruhiy kasalliklarda bo'lmasligi, balki sizni jamiyatda o'zingizni funksiyangizni bajarib, o'sha muvaffaqiyatli o'qishingiz, ishlashingiz va jamiyatga o'zingizni hissingizni qo'sha olishingizda. Buning uchun ruhiy salomatlik bo'lishi kerak. O'sha holatda bo'lsa, hamma odamlar Shu siz orzungiz. Umumiy hayotdagi orzungiz nima? Bu kasbingiz bilan bog'liq bitta desak ham bo'ladimi yoki yana boshqa orzular bormi masalan? Qanaqadir ma'noda masalan talabalar chiqarish mumkin. hozir o'zimiz shogirdmiz. Hali biz karyerani boshlaganimizga endi u tibbiyotda eshikdan kirib kelayotgan odamlarmizda. O'shaning uchun balkim bo'lishi mumkin shu ustozlarga mos shogird bo'lish. Zo'r javob bo'ldi. Sohangizga oid eng qiziq kino deb nimani ayta olasiz? Qaysi kinoni tavsiya bera olasiz? Kino. Agar sohangizga oid bo'lmasa, mayli umumiy qaysi kinolarni yoqtirasiz? Tavsiya bergan bo'lardingiz. Nimaning kinosi bor? Hozir esimdan chiqdi. Остров проклятств bor. Psixiatriyaga oid. Ochidim mana. Da, Остров DiCaprio. проклятств. Nima bor? Igna razuma. O'sha Christopher Nolan. Yo'q, u boshqa edi. Men aktyorlarni tanimayman. Rostdan tanimayman. O'sha Igna razumida ko'rsatib berganda
o'sha terapiyani qanchalik ahamiyati borligini va unda yaqinlarni o'sha qanchalik rol o'ynashini. Tushunarli. Xo'p, qaysi kitobni tavsiya qilasiz o'qishimizni? Ya'ni bu aynan siz sohangizga oid emas, umumiy xalq uchun. Oddiy anaqilar uchun Asar, roman, Asar bo'ladigan bo'lsa, O'tkir Hoshimovning Ikki eshik orasi. Eshik orasi, zo'r. Xo'p. Psixoterapiya psixologik muammosi bor odam hammasiga yordam beradimi? Yoki ba'zida yordam bera olmaydigan holatlar ham bormi? Xo'p, qarang, psixologik muammoni o'zi hal qilish, psixologik muammo, ya'ni uni ruhiyati sog'lom, lekin qanaqadir muammosi bor-da. O'shanda psixologga murojaat qilishadi. Psixoterapiya qanaqa? Bu bo'lishi mumkin. Agar ruhiy kasalliklarda oladigan bo'lsak, dori bilan korreksiya qilish kerak bo'lgan joylar bo'lishi mumkin. Bu nimaga bog'liq? Biologik qanaqadir o'zgarish bor bosh miyada. Ya'ni depressiya, boshqa kasalliklar, biologik o'zgarish bor. Biologik o'zgarish ketish uchun dori berasiz, iloji yo'q. Psixoterapiya qachon kerak? O'sha depressiyani boshlanishi qanaqadir stressli vaziyatlar bilan boshlangan. Oilada, ishda qanaqadir muammolar bor. Bemor chiqadi dorilar ta'sirida, lekin yana o'sha muhitga tushadi. Stress faktor ketmagan. O'sha ketmagan holatda qanaqa spravitsa qilishni o'rgatadi-da. O'shaning uchun ko'p holatlarda yonma-yon yuradi psixoterapiya bilan dorilar. Tushunarli. Xo'p. Stressni kamaytirish uchun eng samarali uslub qaysi deb bilasiz? Stressni kamaytirishmi yoki ruhiy salomatlikni yaxshilaydiganmi? Shunaqa deylik, ruhiy salomatlikka deylik. Ruhiy salomatlikni yaxshilaydigan maslahatlari Eng samarali uslubni deb bilganingiz. Masalan, protsent deb oling. Eng katta protsent qaysi yo'nalishda ko'proq odamga ta'sir qiladi? Xo'p, birinchi ish bilan dam olishni o'rtasidagi balansni ushlash kerak. Faqat ish emas, balansni ushlash kerak. Undan keyingisi uyqu gigiyenasi degan narsa bor. Internetda agar ochib ko'radigan bo'lsa, har xil rekomendatsiyalar berilganda, uyqu gigiyenasi, undan keyin meditatsiya yoki jismoniy aktivlik o'sha o'z vaqtida bo'lishi kerak. Meditatsiya ham qanaqa 10 minutdan 1 soatgacha bo'lishi mumkin. Bu 10 minut birdaniga bo'lishi kerak emas. Vaqtingiz bor, 2-3 minut meditatsiya qildingiz, o'sha bilan bir necha urinishda, masalan 10 minut, 15 minut bo'ladi, to'g'rimi? Yoki jismoniy aktivlik. Yarim soatdan ko'p bo'lgan, haftada 3 martadan kam bo'lmagan jismoniy aktivlik. O'shani qilish kerak. Aytganimizdek, negativ informatsiyadan o'zingizni himoya qilishingiz kerak. Ruhiy kasalliklarga asosan nima sabab bo'ladi? Asosan, ya'ni 3 ta narsa keltiramiz: genetika, stress va atrof muhit. Mana shu 3 ta faktordan qaysi biri ko'proq ruhiy kasallikka olib keladi? Ko'proq degan narsa yo'q. Bu kerakli vaqtda, kerakli joyda paydo bo'lib qolish degan narsa bor. O'sha bilan aytsak bo'ladi. Sizda qanaqadir genetik tomondan moyilligingiz bor. Stress bo'ldi, psixikangiz o'sha narsaga chiramadi. Uchalasi bitta joyga kelib qoldi, bitta vaqtda. Ya'ni hammasini jamlab aniq ko'ramiz, hammasi sabab bo'ladi deya olamiz. Bu hammasi multifaktorial kasalliklarda. Bittasi mana bu sabab deb ayta olmaysiz. Hali o'zaro savol berdik-ku. Psixoterapevt o'zi psix bo'lishi mumkinmi? Nimadagi psixiatrlar haqidagi miflardan yana bittasi. O'zi psix bo'lishi mumkinmi yoki bo'lib qolishi mumkinmi degan savol. Psixiatr g'alatiroq bo'lib qoladi, u bu deydi-yu. Unaqa narsa yo'q. Chunki har bitta sizda ham hayotda baribir stressli holatingiz bo'lishi mumkin, oilaviy sharoit o'zgarishi mumkin, ishingizda o'xshamayotgan ba'zi bir narsalar bo'lishi mumkin. Va ta'sir qiladi-ku, hamma odammiz-ku. Simptomni siz olasizmi? Xuddi o'sha oldini olishda, masalan, qanaqadir yoki bu holatga tushmaslikda qanaqadir o'zingiz metodingiz bormi? Bilmadim, balkim qanaqadir uslublar bo'lishi mumkin. Eng yaxshisi ishdagi muammo ishda qolishi kerak-da. Biz o'sha magistraturaga kirgan paytimizda birinchi ustozlarimiz aytgan gapi, psixiatrni tanlagansizlar, yaxshi. Faqat bu yerda eshitgan kasalliklarni hikoyalari, bu yerda kasalliklarning muammolari shu yerda qolsin.
his-tuyg'u o'chirish kerak degani-da. Bu bilan uyingga ketmagin deyilganda. Ha. O'shaning uchun ishdagi muammo ishda qoldi, siz oilangizga keldingiz, oila bilan shug'ullanish kerak. Ya'ni dam olish bilan ishni o'rtasidagi muvozanatni ushlab turishingiz kerak-da. Agar uni buzib qo'yadigan bo'lsangiz, bo'yda bo'lishi mumkin. Qancha ehtimoli bor bo'lib qolish chunki siz ham mana bundan himoyalanmaganmiz. O'shaning uchun xursand bo'lish kerak emas. To'g'ri. Hop, Bahodirga maza qildik. Sizga rozi bo'lasiz. Agarda bizani kuzatayotgan obunachilarga qanaqadir tilaklaringiz bo'lsa, Maslahatlar, tilaklar bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Agar kimdir o'sha podkast oxirigacha sabr chidab ko'rgan bo'lsa, nima deymiz? Agar qanaqadir yaqin insoniylarda muammo bo'ladigan bo'lsa, o'sha narsani sezadigan bo'lsanglar, psixiatrga borishdan yoki narkologga borishdan hech qachon uyalish kerak emas. Bu ertaga bir kuni hamma ishlarni qilib bo'lib, o'zinglar to'g'ri degan narsalarni qilib bo'ldi, doktorga yetib bordi. Lekin u paytida hech qaysi shifokor yordam bera olmaydigan darajaga kelib qolgan bo'lishi mumkin-da. Kech bo'lishi mumkin. O'sha kech bo'lmasdan borish kerak. Обязательно. Hamma o'sha ruhiy salomatligiga ehtiyot qilsin. Asabiylashavermasdan, ko'chalarda bir-birlarini siqib ketmasdan, Signal chalib, baqirib qolib. Rahmat kattakon, vaqtingizni ajratib kelganingizga. Xo'p. Sizlarda qanaqa fikrlar bor? Iloji bo'lsa, kommentariyda yozib ketinglar. Keyingi ko'rsatuvlarimizda qaysi yo'nalishdagi doktorlar olib chiqsak, siz uchun qiziq bo'ladi deb o'ylaysiz. Iloji bo'lsa, shuni ham yozib keting. Albatta like uchun ishlaymiz. Hate bo'lsa albatta hate yozing. Agar qanaqadir muammo bo'ladigan bo'lsa, shunaqa Mental Med Service klinikasiga murojaat qilsa bo'ladi. Albatta. Bizda hamma xizmatlar anonim. Zo'r. Ana ushbu raqamlarga murojaat qilasizlar. Nomer qoldiramiz. Обязательно. Mana shunga. Обязательно. Bemalol xudo xohlasa. Rahmat kattakon, salomat bo'ling. Stop kamera deydi-yu. Baholasa